Mamirlayapti. Ko'chaga chiqamizmi? Ikkinchisi ham qo'rqasan. Biz ofisda edik. Ozodlar hammamiz ofisda edik. Biz bilamiz, qo'rqoqmiz, bo'ldi. Bekitadigan joyimiz yo'q. Birinchi etaj ofisdamiz. Yer qimirladi, yugurib ko'chaga chiqdik. Va 1 minutdan keyin qo'shni podyezddan bitta amaki yugurib u ham ko'chaga chiqdi. Panikada, nima uxlab yotgan kiyimida chiqdi. G'alati bo'lardi kiyinib chiqsa. No'jiba yer qimirlayapti, xotin, meni oq ko'ynagim qani? Ko'rmayapsanmi yer qimirlayapti? Ne? Yugurib chiqdi-da, yugurib chiqib bizdan so'rayapti. To'xtadimi? Men aytdim, to'xtadi. Yo'q, boya men liftda tushayotganimda hali qimirlatyotdi. Liftda zilzila payti. Shuni gaplashib tursak, Rasul 24 og'aynim sobiq komediya sobiq rezidenti keldida, "Mirshakar" dedi. Bu brat shunda xotin bola chaqasini tashab chiqdimi? Men aytdim-da, sizlar katastrofani to'liq tasavvur qilmayapsizlar. U shunchaki yugurib chiqmadi. U xotini bolalarini tashab chiqdi. Вот hozir u uyga qaytib kirish kerak. Sizlar tasavvur qilyapsizlarmi? Men sen bilan bir umr, to bizni o'lim ajratmaguncha, men doim seni himoya qilaman. Yer tirs, brat, chuf. Endi qaytib kirish kerak xotinning oldiga. Tushunyapsizlarmi? Qanaqa tushuntiradi? U prosta tushmadi. Agar xotin bolalar